Asl ismi Go'zal Jumaniyozova bo'lgan xonanda Dilso'z 8-may sanasida 37 yoshni qarshi oldi. Bolaligida dadasidan ayro yashagan. Sahnada qo'shiq kuylayotganida o'gay singlisi borligidan xabar topgan. Chaqaloqligidayoq kimga turmushga chiqishi niyat qilingan Dilso'zning hayoti va ijodiga nazar solamiz. Xonanda Dilso'z 1989-yil 8-mayda Navoiy shahrida tug'ilgan. 11-maktabda o'qib yurgan kezlaridayoq tadbirlarda qo'shiqlar kuylashni boshlagan. Bolaligimda huquqshunos, ya'ni advokat yoki prokuror bo'lishni niyat qilganman. San'atga qiziqishim bo'lsa-da, ammo san'atkor bo'laman deb o'ylamagandim. Toshkent davlat yuridik oliygohiga hujjatlarimni topshiraman deb qo'shimcha darslarga ham qatnaganman. Bilmadim, inson o'zini bir sohada ko'rar ekan. Keyin san'atga bo'lgan qiziqishim ilgarilab ketdi. Ekranlarda chiqayotgan san'atkorlarni ko'rganimda juda havasim kelar edi. Ko'rik tanlovlarda g'olib bo'lgan xonandalarni ko'rib havas qilganman. Shunda ham san'atkor bo'laman deb emas, musiqa o'qituvchisi bo'laman deb pedagogika oliygohiga o'qishga kirganman. Taqdir taqozosi bilan tanlovda o'tib san'atkor bo'ldim, deya eslaydi Dilso'z. To'g'risini aytsam, tanlovda nima ijro qilishni ham bilmaganman. Sababi raqobat juda ham kuchli edi. Qo'rquv bosgan. Tanlovdan o'taman deb o'ylamagan edim. Shuning uchun nima bo'lsa bo'ldi deb Lola Yo'ldosh va ijrosida "O hayot" taronasini kuylaganman. Uning qo'shiqlarini juda yaxshi ko'rganligim bois uning taronasini ijro etganman. Va shu bilan birgalikda xorij taronalaridan birini ham ijro etganman. Vaqt o'tib, tanlovdan o'tganligim haqida xabar berishgan. Sahnada qo'shiq kuylayotganimda o'gay singlim borligidan xabar topganman. Mening bitta dardim, bitta kemtikligim bor. Bu otam. Bolaligimda ota-onam ajrashib ketishgan. Hozir otam tirik. Boshqa oilasidan uka singillarim bor. Men dadamning katta farzandiman, ammo u bilan yillar davomida aloqa qilmaganman. Onamdan ham u haqida so'ramaganman. Agar otamni so'rasam, onamni ranjitaman deb o'ylaganman. Bir kuni Navoiy shahriga konsert berish uchun bordim. Stadionda konsert berayotganimda bir qiz xat berdi. Xatda "Men sizning singlingizman. Siz mening opamsiz. Men sizni endi topdim" degan mazmundagi gaplar yozilgan edi. O'shanda shokka tushdim. Xatda meni sahna ortiga chaqirib, meni ko'rmoqchiligini ham yozgan. Shunda ham qaltirab, ham kuchli qiziqish bilan sahna orqasiga o'tganman. Singlim yugurib kelib, meni quchoqlab olgan. U meni juda yaxshi ko'radi. Ikkimiz ham oilada bitta qiz bo'lganimiz uchun bir-birimiz bilan ko'rishib turishni xohlaymiz. Singlimning ismi Fatima. Fatima Husan egizaklar. Hozirgacha aloqamiz bor. Masofa uzoq, lekin Navoiyga har borganimda u bilan albatta uchrashamiz. Orada turmush o'rtog'im, qo'y, kerakmas. Otang seni tashlab ketgan. Agar sen mashhur bo'lmaganingda, ular seni izlashmasdi ham dedi. Singlim bilan gaplashganimda samimiyligini sezib turaman, deya xotirlaydi Dilso'z. Dadam bilan ko'rishganimni onam bilmaydi. Bir safar Navoiyga borganimizda otamiz kasal bo'lib qolganini aytib, singlim meni uyga chaqirdi. Ramazon oyi edi. Ham betob bo'lib qolgani uchun ichimdagi xafagarchilikni unutib ko'rishga bordim. Otam meni ko'rib shok holatga tushib qolgan. Ayoli ham meni yaxshi qabul qilgan. Borib ko'rishib, biroz gaplashib kelganman. Lekin shundan keyin boshqa ko'rishmadik. Ammo singlim orqali salomimni yo'llab turaman. Chunki faqat u bilan ko'proq gaplashaman. Dadam bilan ko'rishganimni onamga aytmaganman. Buni bilmaydi. Otamning yoniga kirganimda yig'lagim kelgan. Lekin o'zimni qo'lga olganman. Boshida mehr ko'rmasangiz, baribir begonadek bo'lar ekansiz. Singlim ba'zida nega dadamni so'ramaysiz deb xafa bo'lib qoladi. U ota mehri bilan o'sganda bu narsani tushunmaydi. Shunda unga "Sen mening hayotimda yashamagansan. Agar o'rnimda bo'lganingda buni tushunarding" deb aytaman, deydi xonanda Dilso'z. Dardimni dugonalarimga aytaman. Biror qiyinchilikka duch kelsam, dardimni onamga, yaqinlarimga, dugonalarimga aytaman. Yolg'iz farzand bo'lganim uchun tutingan opalarim ko'p. Ular bilan yaxshi chiqishaman. Opa-singillik mehrini his qilgim keladi. Oldingizda uka singlingiz bo'lmasa, yon atrofdan yaqin inson izlar ekansiz. Hozir o'zimni yolg'iz his qilmayman, deydi xonanda. Birinchi ustozim Sardor Rahimxon bo'lgan. Maktabni bitirgandan so'ng esa Navoiy shahridagi Madaniyat va san'at kollejining xor dirijorlik yo'nalishida tahsil olgan.
Shundan so'ng Navoiy davlat oliygohining musiqiy ta'lim yo'nalishida o'qishini davom ettirgan. Shu vaqtning o'zida qo'shiq kuylash bilan ham professional tarzda shug'ullana boshlagan. Go'zal ilk ustozi sobiq xonanda Sardor Rahimxonning qo'lida san'at sirlarini o'rgangan. Birinchi ustozim bilan hozirgacha aloqalarim bor. Gaplashib turamiz. Shunday insonning shogirdi ekanimdan faxrlanaman. Chunki mening san'at sohasiga kirib kelishimga yordam bergan, prodyuserlik qilgan inson aynan Sardor Rahimxon. Hozir ham unga munosib shogird bo'lib yurishga harakat qilyapman. U kishining oilasi bilan hozirgacha yaqinmiz, deydi Dilso'z. Ziyodaga taqlid qilmayman. Ko'pincha meni xonanda Ziyodaga taqlid qiladi deyshadi. Men Ziyodaga taqlid qilmayman. Meni birorta san'atkorga g'arazligim yo'q. Aksincha, shunday yaxshi san'atkorlarga havas qilaman. Qo'shiqlarini eshitaman, ijodini kuzataman, lekin taqlid qilmayman. Ziyodaning ijodini haqiqatdan ham yaxshi ko'raman. U bilan munosabatim ham yaxshi, dugonamiz, deydi Dilso'z. Tug'ruqxonadayoq oila qurishi niyat qilingan juftlik. Go'zal Jumaniyozova Mango guruhining sobiq a'zosi, xonanda Farruh Rayimovga turmushga chiqqan. 2015-yilning 15-aprelida Navoiyda, 21-aprelda Toshkent shahrida juftlikning nikoh oqshomi bo'lib o'tgan. Farruh Rayimovning ma'lum qilishicha, ular 2014-yilda shar'iy hamda rasmiy nikohdan o'tgan. 7 yillik sevgi tariximiz bor. Aslida to'yimiz 2014-yil noyabrda bo'lish kerak edi. Bunga hamma narsa tayyor edi. Kutilmaganda 21 yoshli jiyanim olamdan o'tdi. Ta'ziyali bo'lganimiz uchun to'yni qoldirgandik. Lekin Navoiyda nikoh o'qitilgan. Rasmiy nikohdan ham o'tgandik. Toshkentdagi to'yni orzu-havaslarimizdek o'tkazish uchun fursat kutdik, degan edi Dilso'z. Ushbu juftlikning tanishuvi ham juda qiziq bo'lgan. Ular 1989-yilda 10 kun farq bilan bitta tug'ruqxonada dunyoga kelgan. O'sha vaqtdayoq chaqaloqlarning onalari xudo bo'lishni niyat qilgan. Farruh va Go'zal bir-birlarini bolalikdan yaxshi tanigan. Ularning 7 yillik sevgi qissasi bor. Xonandalar 2015-yilning 18-oktyabrida ilk bor ota-onalik maqomiga erishgan. Ularning xonadonida qiz farzand dunyoga kelgan. Go'zal o'z taxallusini qiziga ism qilib qo'ygan. Qizaloq Dilso'z hozirda 11 yoshda. Juftlikning bugungi kunda 4 nafar farzandi bor. Erimdan o'ch olmoqchi bo'lganman. Oilaviy nizomimizning ommaga chiqib ketishiga sabab o'zim o'ch olmoqchi bo'lganman. Ajrashish niyatim bo'lmagan, chunki 4 nafar bolam bor. Ajrashish yaxshi emas. Shunchaki erimni ozgina qo'rqitmoqchi bo'lganman. Lekin ko'pchilik buni tushunmagan. Hamma meni yomon deb o'ylagan. Sabr qila olmadi. Pul uchun urushdi deyishgan. Men unday inson emasman. Turmush o'rtog'im ozgina o'zgarishni boshlagan uchun o'ch olgim kelgan. Tan olaman, xato qilganman. Bunday qilmasligim kerak edi. O'sha paytdagi holatim shunday bo'lgan edi. Shukrki, turmush o'rtog'im bu holatimni ham tushungan va hozirda oilamiz avvalgidan ham mustahkam. Hozir shu sinovlardan keyin ikkalamiz ham o'zgardik. Bunday holat hammada bo'ladi. Lekin biz mashhur bo'lganimiz uchun buni PR deb ham o'ylashdi. Odamlarga nima qiziqligini men o'shanda bildim. Ularga oddiy videolar emas, urush janjalli narsalar ko'proq yoqar ekan, deydi xonanda Dilso'z.